Bizni kelishimizdan maqsad Ko'kdala tumanida mahalla yettitligini faoliyati bilan tanishish. Hech qaysi davlat tizimida bunaqa yo'q. Mahallada muammo paydo bo'ladi, mahallada yechilishi kerak. Bu juda katta ishonch bilan. Hech qaysi davlat rahbari mahallagacha tushmaydi. Bizim halkımız juda muhtaram prezident bilan rozida. Endi bir vaqtlar mana shu joyda 2 soat elektr energiya Saudiyalanadi. 22 soat yo'q edi. Dehqonchilik qilishning umuman imkoniyati yo'q edi Alshurga. Mana Xudoga ming bora shukr, muhtaram prezidentga katta rahmat bizga yaratib bergan shart-sharoitlarga qiyos.